Paşa'nın dedi çetel yani ma O'rta Asya'da bak bu vazife algan Uygurlarımız, Uygur harbiy amaldorlarimiz o'qib, bilim bilen yoki hukumatning o'stirishi yetaklashi bilan o'sganlar. O'sib shu yerga chiqqan. Masalan, Rizo Pashani o'qitdi, o'qigandan keyin baldaq hukumat o'stirib olib bordi, urushga kirdi. Ammo jang maydoniga bormagan bo'lishi mumkin, qo'mondon bo'lgandan keyin shtab tutdi. O'rta Osiyodan polkovnik masalan Qahramon Xo'jamberdim polkovnikda, yana nurg'un polkovniklar bor O'rta Osiyoda Uyg'urlardan. Bular hamsi shu Sovet Ittifoqininki o'qitishi bilan o'qib bo'lgan. Ammo Suriyadagi bu Uyg'urlarning bugun kelishib, bosh qo'mondonning maktab saviyasida yo'q edi, boshlang'ich o'qigan edi diniy maktablar. Amili jangda urush qilib, jinini tikib turib, ikki bolasini, xotinini o'ldirib, quriblar. Nurg'un amili tajribalardan keyin yani bir gruppa yani HDC'nin qoyil qilib turib bu qatim kirdida bu o'xshamaydi. Yani eğer Uyg'urlarningki jangovarligi, botirligi, qobiliyatilar chiqdi. Bundan Uyg'urlar albatta faxrlanadi. Mana faxrlanadi. Chunki chet elda biz Xitoylar urushamizmi, chet elda urushib dunyoda hozir Ruslar urushdi, bular Eronliklar urushdi, Asadlar urushdi, ularning shunda ilg'or qurollar qarshi urushib hayot qilib hatta Şam'ның axir Suriye'nin azad bo'lishig'a 3 liniyada askar chiqadi bular. Latakiya, Homs ham Damashqqa. Ashning ham urushlarda mush qo'mondoni bor ekan. Ya'ni o'zining amaliy tajribasi, urush taktikasi, Uyg'urlarning urushchanligi, qobiliyatini ko'rsatganligidan Suriya hukumati buni berdi. Ya'ni yolg'iz Uyg'ur emas, bashi kiribdi-ku. Endi bu Uyg'urlardan biz faxrlanishimiz kerak, g'ururlanishimiz kerak. Ya'ni bu Uyg'urlar mayli nima uchun urushgan bo'lsa-bo'lsin, o'zining jangovarligi, fidokorligini dunyoga isbotladı. Ya'ni dunyoga kelgisi favqulodda Uyg'urlarni biz Xitoyga qarshi qo'llansak, bular yaraydi ekan, bular jangovar ekan, qo'lda qurol solar ekan, qo'rqanchaq emas ekan, qochadigan emas ekan degan bir hukmni xalqaro berdi. Bu xalqaro mening tushuncham bo'yicha. Agar xalqaro favqulodda Xitoyni agar kelarlik oydan mushay boshlandan bugun boshlab, agar Trump hukumati chiqib Xitoyni bir jihatdan jazolayman desa, g'arbdan agar favqulodda Uyg'urlarni bir davlatning qo'li bilan qo'llab Xitoyga solaman desa, bu Uyg'urlarga umid bor. Ya'ni xuddi bugun Kurdlarni Turkiyada, Suriyada Kurdlarni qo'llayotgan g'arb dunyosi bir kuni Uyg'urlarni qo'llab qolsa, qo'llash niyati bo'lsa yoki niyati bo'lish ehtimoli lingib taqtaq bo'lib qolgan bo'lsa, bu Uyg'urlar isbotlaydi. Ya'ni bularni qo'llasak, qo'lda qurol tutolmaydigan xuddi Kurdlardek jangovar sodiq millatga degan bir ifodani ifodalaydi. Quruq gap so'zlagan qochqon emas keladi. Bunu diyorum. Hem de bu bir yerde Uygurlar hazırca Suriye hükümeti meyli kanda sistemi kursun, neyim kursun, bu hazır Suriye'nin bazı fukrası hem de. Elbette Xitay, bu Türkiye'nin fukrası durup, Türkiye'nin bir milli armiyasının terkibi kısmı durup, bu Xitay'a karşı bir hareket kılmaydı, hem kızmaydı. Devlet sistemi şunda oldu. Çünkü eğer Suriye'nin erteki Xitay kollusun, Suriye hükümetinin namıdın bula kılanmaydı. Fevkalade, bizga bir yerdan bir davlat Xitoy qarshi yoki biz o'zimiz kuchlanib Xitoy qarshi bir harakat qilamiz desak, Suriyadagi Uyg'urlar bizning eng asosli qurolli qismimizning manbasi shular. Chunki ularning qurol tutgan, ularning ichida askar bo'ldig'inim bor, bu daqini kirib ketib askar bo'lmay fuqaro kuydig'inim bo'ladi. Chunki qurol tashlagandan keyin fuqaro hozir yangi hukumatning raisida hamma qurol tashlab askar qitilgan askar bo'lsa, askar qitilmagan fuqaro deb. Shundan ikki xil Uyg'urga ayrildi Uyg'urlar. Ayrilganki bular Suriye'nin nüfus tekşürüş var ular yakında. Nüfus tekşürüş kılıp nüfus tekşürgede veya küçük gelgen hem halkını erişim mümkün. Şu kadar da Uygurlarımı uyanın fukrası. Çünkü yeni Suriye devletinin kuruluşu için bunlar töp koşkanını bence Suriye qo'llab chiqarib etmeydi. Ularga grajdanlık, fuqarolik berdi. Ular işe kalıdı. Qaraki bular endi kelgisi bular hozirgi ularning degan shuarlar qaraganda bizning maqsadimiz bu emas. Biz Sharq Turkistonni vatan azoqlimiz davotidi. Ayt degani bo'yicha bularga bir fursat, sharoit iqtisodiy manba, qurol-buraq manbasi kelib qolsa, bular uni qiladi, qilmaydi. Shuni qildirish uchun hammamiz har tarafdan kuchishimiz kerak. Yolg'iz quruq gap bilan bo'lmaydi. Suriyadagi Uyg'urlar bizning kelgusidagi Xitoyga qarshi inqilob qildigan qurolli qismlarining asosiy manbasi. Bular bizning azimatlarimiz, yigitlarimiz, botirlarimiz. Bularni mayli qanday ideyalar berib chiqsin, bular o'zining bir urush qilish taktikasi bilan, hayot mamotlari bilan, o'lim yetildan qutulib, yordar bo'lib, bugungi olib keldi. Shuni ularni qanday aybi bo'lsin, ularni kechirib maqtash kerak, taqdirlash kerak. Endi buning Xitoyga qanday ta'sir bo'lganda, Xitoyga qo'rqinch soldi Abdurahimjon dedi. Xitoyga qanday qo'rqinch soldi? Lekin bizning vatandagi Xitoylar o'zi qo'rqinch solmaydi. Xitoy hukumatiga biroz andish qildi, favqulodda
biz o'ylaganning neticasida o'ylaydi Xitoy. Bizning kichkina bir yerim davatimiz bu. Xitoy bu Uyg'urlarni necha xil operatsiya qilib, necha xil analiz qilib, bu Uyg'urlarni balkim Suriya yem qilgan hukumatlar bular so'zlashidi. Bular ya tarqitib berdi yoki bizni qaytarib berdi deganlarni qiladi. Endi uning qarshi keyin Turkiya hukumati va Turkiya nima deydi, G'arb nima deydi. Bu yerda nurg'un diplomatik urushlar, anglashmalar, so'zlar bo'ladi. Lekin Xitoy endish qiladi, qilmaydi emas. Chunki qo'ral tutgan bir Uyg'ur, bir guruh Uyg'urning dunyoning bir bo'lagida mavjud bo'lishi Xitoy uchun har zaman tahdid. Xitoyning manfaati. Shuning Xitoy bu Uyg'urlarni har zaman ehtiyot qildi, tahdid qildi. Lekin Xitoy fuqarosiga qo'rqinch haqida salama. Chunki biz yaman jiroqda hozir aylıqı çıkan telegrafning kelisini bir kunda 1,5 milyon odam ko'rapti. 900 ming kommentlar inkas. Şunun hammasi bulan şang'oq qilganlar jiqraq. Xitoy o'xshaydi yozganlari. Bu to'rtta odamlar biz Xitoy kelarlar bilan Suriya jiroq tursa, bunda tursa, sen ikkita avtomatik bilan tankanglar biz Jongodek qudrat bilan kelamiz. Ulan degan gaplari ba'zi haqli. Chunki biz u yerga borolmaydiganimiz haqli. Tahdid solanmaydiganimiz haqli. Lekin Xitoy hukumat bo'larak ular ehtiyot qildi. O'zini bir xil tahdid his qiladi. Ashlarning mavjudiyati Xitoy uchun bir tahdid. Dunyoning qayerda bo'ladi qurolli kuchning mavjud bo'lishi Xitoy uchun har zaman tahdid bo'ladi. Chunki xalqaro davlatlar, dunyodagi davlatlar bir kuni bo'lmasa bir kuni Xitoy tishiga tegib qo'ysa ashlardan foydalanadi. Ularni qo'llanadi. Mayli bir qo'llanib setaversin, yoki bo'lmasa yarim yo'lda Xitoyda so'zib setaversin, xuddi bizlarga Yovpidayda degan kinoni ko'rgandek Uyg'urning aeroportlarni tashlab qo'yib yarim yo'lda setaversinmi, Xitoy andishida yashaydi. Shuningga bu Uyg'urlarimizdan men faxrlaman shaxsan g'urur duyman. Men shunday bir askarman deb necha qitim tirishgan, 3 qitim urinib beqib askar bo'lib ayda urush qatnashman deb bo'lolmagan. Hayotim 2 qitim 3 qitim xatarga bo'lib azroq kichik turmlarda yetib chiqib ketdim, saqayib ketdim. Hech qanday bir hayotim bo'lmadi. Lekin bulardan men faxrlaman. Herhalde bir Uyg'urga dunyoda bir g'urur paydo. Endi xalqaro buningga har xil imkoniyatlarni berdi. G'arib bo'libmi? Chunki bu Uyg'urlarning bir yaxshiligi g'arbga hech qanday bir yomon ta'siri yo'q. G'arbga qarshi emas. Bu ularning bayonotidan ba, harakatidan ba. Ya'ni g'arb mafkurlarning ishlagan xabarlardan bularning g'oyasi Xitoyni qarshi Sharq Turkiston vatanini ozod qilish degan nim bo'lgan ekan. G'arb bulardan andish qilmaydi. G'arbning bularga hech qanday faqat andish qildigini Xitoy. Buni kelgusi taqdirini bir taraf qo'ydirdigini Suriya hukumati, Turkiya hukumati. Ama şu hükümet eğer fevkalade Xitoy bilan bo'lib qolsa, bularni taqib o'tish kerak, taqib mümkün yoki boshqa tutib berish mumkin. Lekin bu ehtimollik bak jiroq. Mening qarashimcha.